40, 50 feet. Why don't you turn around and let them get a view from there and Bu oddiy bino emas. Bu yerda nafaqat metal eritiladi, balki tarix sirlarining izi bor. Parkentdagi Fizika Quyosh instituti bu O'zbekistonning ilmiy yuragi, kosmik sirlar eshigi. Bu joyda bir vaqtlar quyosh nurini 10 mingta oyna yordamida bir joyga jalb qilgan holda 3000 gradusgacha issiqlik olingan, hech qanday gaz va elektrsiz, faqat quyosh nuri orqali. Ushbu mozaikali harakatlanuvchi oynalar orqali quyosh nurlarini katta yaxlit, ya'ni markaziy oynaga yig'ib berib va yarim shar uslubida ushbu nurni bir nuqtaga jamlab, o'sha joyda har xil eksperimentlar, misol uchun keramikalarni issiqlikka chidamliligini sinovdan o'tkazishgan va har xil metallarni eritishgan. Bu joyning orqasida yana bir sir yashiringan. Ushbu obyekt yaqinidagi qishloqlardan birida, ya'ni Nevich qishlog'ida yashirin maxfiy kosmik poligon mavjud bo'lgan. Bu yerda Buran kosmik kemasi va energiya raketasi parchalari sinovdan o'tkazilgan. Ushbu maxfiy kosmik poligon haqida alohida video kontent joylaganmiz. Ushbu videoni sahifamizdan topishingiz mumkin. Bunday murakkab obyektlardan dunyoda ikkita. Biri Fransiyada, ikkinchisi esa O'zbekistonda. Quyosh pechi faqat tarix emas. Bu yerda bugun ham ishlanadi. Metal eritiladi, keramika sinovdan o'tkaziladi. Hatto kelajakda elektr energiyasi ishlab chiqarish mumkin. Elektrsiz, gazsiz, faqat quyosh bilan. Ushbu qurilmalardan mahalliy tadbirkorlar ham foydalanishi mumkin. Meva sabzavot quritish, suv isitish, sayyohlar uchun quyoshda ovqat pishirish va hokazolar. Ushbu institut nafaqat o'zimizga, balki butun dunyoga kerak. Toza energiya, ya'ni quyoshdan foydalanish bugungi eng dolzarb masala. Fransiyaliklar, yaponlar va hatto Hind olimlari bu yer bilan hamkorlikda ishlashga tayyor. Toza energiya deganda bu elektr yoki issiqlikni tabiatga zarar bermasdan olish degani. Parkentdagi bu joy ilmiy turizm uchun ham bebaho. Yoshlar bu yerda ilmga oshno bo'ladi, sayyohlar esa o'z ko'zi bilan ko'radi bizda qanday qudratli ilm borligini. Bu yerda faqat institut emas, bu O'zbekistonning faxri, ilm, tarixi va kelajagi bir joyga to'plangan markaz. Obuna bo'ling va bu sirlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'ling.